Bu oddiy yelim shisha. Agar unga nasos ulab ichiga havo haydashni boshlasangiz, ichki bosim tinmay oshaveradi. Bosim yetarli darajaga yetgach, havo shiddat bilan teshikdan otilib chiqadi va shishani osmonga uchirib yuboradi. Lekin bitta muammo bor. Havo juda yengil. Shu sababli u beradigan turtki unchalik kuchli bo'lmaydi. Shuning uchun aqllilik qilib, shishaning yarmini suv bilan to'ldiramiz. Endi yana havo haydaganimizda yuqori bosimli gaz suvni siqib, uni qopqoq teshigidan dahshatli kuch bilan otib chiqaradi. Nyutonning 3-qonuniga ko'ra, suv oqimida hosil bo'lgan qaytish kuchi faqat havoning o'zidan o'nlab marta kuchliroqdir. Bu safar shisha ancha tezroq ketadi. Agar uning orqa tomoniga qattiq kartondan 3 ta qanotcha yopishtirib, old qismiga aerodinamik kuchli o'rnatsangiz, havo qarshiligini kamaytirib, parvoz barqarorligini ta'minlaysiz. Tabriklaymiz, siz hozirgina suv raketasini ixtiro qildingiz. Lekin shunda ham bu oddiy raketa atigi 50 metrgacha ko'tarila oladi xolos. Yana ham balandroq uchish uchun aqlliroq dizayn kerak. Buning uchun 3 ta shunday raketani ketma-ket ulab chiqasiz. Korpus ichiga mitti parashyutlarni joylaysiz. Uni qayta o'chirganingizda birinchi bosqich ishga tushadi. Yuqori bosimli havo suvni otib chiqarib, raketani tepaga otadi. Birinchi bosqichda suv tugashi bilan u avtomatik